Hozir biza gnezdo bulxariya degan salatni qilamiz. Bunga kerak bo'ladi 150 gramm tovuq go'shti, uni qaynatib oldik. 2 tuxum, bitta bodring, 60 gramm sir, keyin bitta dona kartoshkani, o'rtacha kartoshkani kartoshka pay qilib oldik. Mayda qilib to'g'rab, uni yog'da qo'rib tayyor qilib oldik. Endi hozir boshlaymiz. Mana hammasini somoncha qilib to'g'rab oldik. Tovuqni, qaynatilgan tovuqni, bodringni, sirni, tuxumni hammasini somoncha qilib to'g'rab oldik. Endi bularni hozir hammasini aralashtiramiz mayonez bilan. Mana salatimizni aralashtirib oldik, tayyor bo'ldi. Boyagi kartoshka payimizni hammasini talinkalarga solamiz-da. Keyin ustiga boyagi aralashtirilgan salatimizni qo'yib chiqamiz. Qolgan ozgina qolgan kartoshka payi uni ustidan sepib qo'yamiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqadi, mazasi ham zo'r, bolalar mazza qilib yeydigan salat. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Oson, tezgina tayyor bo'ladi.